Yani bir qatim live oldum streaming. Assalamu alaikum. Bugünkü videomda OC Transpo Kanada'daki Ottawa şəhərindəki paytaxtda Ottawa şəhərindəki bilet bazası, avtobusundakı bilet bazasını tanıştırmışam bir Life in Canada'da Kanada'daki turmuşni keladigan paravanlıq pullarni degandek so'zlab ham bir qisqa video qilay dedim. Qani bu avtobusniki bilet bazası degandeklarni ko'rsatay desam. Bir qatimliq avtobusga chiqishi $3.65. Presto or pre kartın sürsə $3.60. Naqd pul bilan chiqsa $3.65. Bütün bir kunlik elib olman desa $11. Odatda avtobusga chiqqandan keyin ham shu vaqtniki o'zida ham odatda biletni chiqarib berdi-chu. Chiqarib berganda ustida soat aniq vaqti chiqadi. Bir qatimliq olgan biletingizni 1,5 soatning ichida xohlagancha u yerga chiqa olasiz. Faqat 1,5 soatning ichida ham. Ham bir kun bütün kunlik hammaga elib olman desangiz shu chaqda day pass deb qo'ydi. Masalan, bir haftalik sayohat kelganlar, bir haftalik, 3 kunlik deganda kelib oladigan bilet baholari bor. Bir kunliki $11, 3 kunliki $27, 7 days weekday bo'lsa $51.50. Bütün bir oylik monthly pass olaman desa $122 ekan. Andan keyin 65 yoshdan shukurlarga ularniki bir xil kartasi bor, ular uqlamaydi. Ya'ni Ontarioda turgan bo'lish kerak, 65 yoshdan shukur bo'lgan bir o'ziniki kimligini isbotlaydigan bir narsa bo'lish kerak degandek bir shartlar bo'ladigan. Andan keyin 7-oyninki 1-kuni Kanadaninki davlat bayrami kuni bütün avtobuslar hammasi haqsiz. Men kelgandan yoqi shu birinchi qatim birinchi yilsi Kanada 7-oyninki 1-kuni Kanadaniki davlat bayrami kunida bu avtobusga chiqsak hammaga haqsizda. Hayron qolgandim-da, bizniki uchoqlarda vatan undaq ish bo'lmagandan keyin. Texi o'tgan yildan boshlab 2 yilning oldida vatanda davlat bayrami kuni 10-oyning 1-kuni biletlar haqsiz bo'lib chiqdi. Partiyaga rahmat. Davlatimiz qaltis deb boshqa bir yozmalarni ko'rgan indizlar boshqa edi degandek. Kanadaniki va boshqa g'arb ellarininki siyosatlari, yaxshi siyosatlari shunday kichkib, necha yillar kichkib bizning vatanlarga bordi. Vatanniki siyosatlari qirg'inchilik siyosati bor hozir shu. Men shundaq Kanadadagi turmushni ham bahrligash, mushadagi uchurlarni o'rtoqlashqash, vatanimizda bo'layotgan ishlarni so'zligash, shundaq videolarni qilib kelyapman. Ko'pchilik qanday qabul qilinglar bugünkisi shu avtobus bilet bazası to'g'riliq kendik mal bizniki Kanada postniki ishlari yurishibdi. Mağaş branşaya avtobus tarafı qarab mağayman. Birinchi oydan boshlab, birinchi oyniki oxiri mashinamni setayotgan shu chog'dan boshlab u yoqqa avtobus bilan men o'tman 4 oy bo'ldi. 3 oydan eshib 4 oy bo'lib ketdi mana. Avtobus bilet bazası shu. So'zlab bo'ldim, men keladigan to'liqlama pullarni hukumatningki to'g'ri betini echib shuning o'zidan ko'rsatib turib, yana bir ayrim video qilay. Hozirda o'ylab baqsam, buni baychiq vaqt ketgidek. Masalan, yilqi Xitoycha Nunayjin deb qo'ydigan odatda har bir balaga beradigan pul soni, oyliklarni oladigan puli degandek ularni men ayrim bir video qilay. Hozir mahallamniki nersiga ketib avtobus bilan boradigan yerimga berib kelay. Bütün bir kunlik day pass aldım bugün. Oldansa mushunchalik so'zlab turay. Keyingi qatim Kanadaniki hukumatniki beradigan paravanliq ishlari qiziqsanglar, qanday qabul qilinglar. Xayr xo'sh.